Assalomu alaykum aka ukalar, Islom So'z kanali a'zolari. Hurmatli obunachilar, bugungi manzilimiz Andijon, xudo xolasa. Andijon shahariga olib keldik. Bu darvozamizni kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Taklanib ochiladigan darvoza, xolasa high-tech, pechatli, eng qalin materiallardan biri uchilis. Stoykalari 10/5 profildan qilib berdik. Bunday qalin materialdan chiqarib berdik. Ko'rinishlarga bitta baho berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli chiqdi xudo xolasa. Mashina o'tadigan joylari shivler bo'lgan. Profillarimiz 10/5 qalindan 3lik stena, 2,5 stena qilib beryapmiz. Profillar 6/4, 1,5 stena, listamiz 1/3lik bo'lgan. Sababi bu darvozamizda 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan olganmiz. Aka-ukalar shuning uchun bo'ldi. Qiroqlari, aylanasi, ramkalari qalindan bo'lgan, listlari ham rujlikdan, nerjinkalarimiz ham qalindan bo'lgan. Valnasi yo'q. Fototana qilibdi. Agar nerjinkani ham ozroq bo'ladigan bo'lsa, bunqa bo'lib qolishi mumkin. Darvozamiz ochilishi o'ta ham bir boshqacha. Mana. Taklanib ochiladi. Ochilishiga necha? Ichkariga mana shu holatda taklanib ochiladi. Mana. Ko'ryapsizlar ochilishini. Hech qancha joy egallamaydi. Darvozaxonasi torlar. Kichkina bo'ladigan bo'lsa, qanaqa darvoza o'rnatsam bo'ladi deganlarga mana shu holatda ochiladi. Ixcham bo'lib, bunisi ham xuddi shu holatda ochiladi. Ana shu yopilishi. Bitta ochib yo'q qo'yim, taka shu holatni ko'rib qo'ysin. Mana darvozaning holati. Taklab ikkala qanotni ham ochib ko'ring. Mana ochilish. Mana shunday ochiladi. Olisini bitta taklab turib, bir-biriga qaratib ochib qo'yilaveradi. Mana ixcham ochiladi, ochilishi. Qarang. Bitta ham cho'qki, ixcham bo'lyapti. Bemalol xotirjam darvozaxonaga ushlab qo'yib turib mashinani xuddi shu holatda yopib qo'ysalang bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa bexijolat kraskalarimiz ham mokr asfalt qilib, matviy kraska qilib sachib berganmiz. High-tech dizayndagi bosma darvozamiz. Soplari ham zo'bir zamon qo'yib berganmiz. Alohida orqadan o'qlab qo'yadigani bor. Bunga to'rt bo'lak bo'lgan, ikkita sentr zamon qo'yilgan. Tepasi ham 10/5. Rasxoti o'ziga yarasha, ozgina mehnati ham o'ziga yarasha bo'lgani uchun kvadrat metri ozgina qimmatroq. Agar shu holatda qilmoqchi bo'lsangiz, ikki qanot qilib qiladigan bo'lsangiz, kvadrat metrini 700 ming so'm, 750 ming so'mdan materialga qarab o'zgartirib tayyorlab beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar.